هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Nahl tefsiri 1. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi dehtanlığa İbn Kesir Rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri, Uygurca tercümesi Nahl suresi 1. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Nahl suresi Mekke'de nazil bolgan 128 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Allah'ın fermanı, yani kıyamet çokum kelidi. Onu aldırıp ketmenglar. Allah ula, yani müşriklarning şirik keltirgen narsalardan paktır ve yüksektir. Kıyametning yaqinlashganligi bilan ogohlantirish to'g'risida. Qiyomat yaqinlashganligi uchun Alloh taolo bu oyatning arabcha qurilmasida o'tgan zamon fe'lini ishlatish orqali qiyomatning cho'qim bo'ladiganligidan xabar berdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Kişilerge ulanın amellerinden hesap elinadigan vaqt, yani kıyamet yakınlaştı. Halbuki ula gafletlidir. Kıyamet doğruluk oylanıştan yüz örmektedir. Kıyamet yakınlaştı. Ay yerildi. Onunla aldırıp ketmenglar. Yani yirak bolgan kıyamet yakınlaştı. Onunla aldırıp ketmenglar. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi: Ula sendin azapның çapsan kelişini talep qılıdı. Allah ulanın halak boluşunun muayyen vaqtını belgilemegen bolsa idi, ulağa azap elbette ula talep qılgan vaqtlı keletdi. Ulağa azap çoqum ula xabarsiz haleti turganda ushtum tut kelidi. Ula senden azapның tiz kelişini talep qılıdı. Şek şübhisiz ki cehennem kıyamet günü kafirlarını qorşap turğucudur. İbn Ebu Hatem Uqba İbn Amir radiyallahu anhu'dan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat bo'lganda sizlarga kun petish tarafdan qolganga o'xshash qora bulut keladi. Qiyomat bo'lganda sizlarga kun petish tarafdan qalqonga o'xshash qora bulut keladi. U bulut davomli osmonga o'rlaydi. Ondan u bulutdan bir jakarchi: "Ey insonlar" deb to'g'laydi. Kishilar bir-biriga qarab, "Angladinglarmi?" deydi. Ba'zilar "Ha" deydi va ba'zilar anglaganligiga shak qiladi. U jakarchi ikkinchi qitim "Ey insonlar" deb to'g'laydi. Kishilar bir-biriga "Angladinglarmi?" deydi. Hammasi "Ha" deydi. U jakarchi uchinchi qitim "Ey insonlar, Alloh taolaning farmoni, qiyomat keldi. Uningga aldırıp ketmanglar" deb to'g'laydi. Mening jinim uning ilkida bo'lgan zot bilan qasamki, shu chaqda raxt yeyib turgan ikki odam bo'lsa, ular raxtni qatlashga hargiz ulgurolmaydi. Suv ichish uchun jumakka qo'l uzatgan bir odam bo'lsa, u suvni ichishga hargizmi ulgurolmaydi. Tögini seg'iyotgan bir odam bo'lsa, u sutni ichishga hargizmi ulgurolmaydi. İnsanların hemmisi öz hali bilen buludu. La ilahe illallah Muhammed Resul.
Ondan Allah Taala ularning Allah Taolaga boshqa narsani shirik qilganligini, butlarga cho'qilganligini, Allah Taolaning yuksak darajada pok va oliy ekanligini, ani shu Allah Taolaga shirik keltiruvchilarning qiyomatni inkor qilguvchilar ekanligini bayon qilib mundaq deydi. Allah ular, ya'ni mushriklarning shirik keltirgan narsalardan pokdir va yuksakdir. Allah öz iradesi boyunca xalagan bendilerge periştilerini vahiy bilen nazil kılıp mundaq deydi. İnsanlarını agahlandırınlar ki menden başka hiç ilah yoktur. Menden yani azabımdan korkunlar. Allah Teala'nın xalagan kişini tevhidke davet kılışqa evetilgenliki. Evet ediganlıqı. Allah öz iradesi boyunca xalagan bendilerge periştilerini vahiy bilen nazil kılıp mundaq deydi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Shuningdek, yani başqa payg'ambarlarga vahiy qilgandek, emrimiz boyunca sana Qur'onni vahiy qildik. Sen vahiydan ilgari Qur'onning va iymonning nima ekanligini uqmayding. Lekin biz Qur'onni bir nur qildikki, uning bilan bandalarimizdan xalagan kishilarni hidoyat qilamiz. Allah payg'ambarlik vazifasini qayerga o'rnatishni, ya'ni kimning uning ahli bo'ladiganligini obdan biladi. Allah farishtalardanmi payg'ambarlarga vahiy yetkazish uchun, insonlardanmi shariatni bandalarga yetkazish uchun elchilarni tanlaydi. Allah'ning martabasi yuqoridir. Allah arshining egisidir. Haloyiq muloqot bo'lishadigan kun, ya'ni qiyomat kunidan ogohlantirish uchun Allah öz hukmi bo'yicha bandalaridan xolagan odamga vahiy tushirdi. Ular qabrlardan chiqqan kunda Allohga ulardan, ya'ni ularning ahvolidan, amallaridan, sirlaridan hech narsa maxfiy qolmaydi. Bugun podshohlik kimga xos? G'olib bir Allohga xosdir. İnsanlarni ogohlantiringlar ki mendan boshqa hech iloh yo'qdir. Mendan, ya'ni azobimdan qo'rqinglar. Ya'ni mening farmonimga qarshilik qilgan va mendan boshqa ibodat qilgan kishini mening azobimdan qo'rqitinglar. Allah osmonlarni va zaminni haq yaratdi. Allah osmonlarni va zaminni haq yaratdi. Allah ular, ya'ni mushriklarning shirik keltirgan narsalardan yuksakdir. U insonni abi manidan yaratdi. Nagahan u Allohga oshkora husumat qilguchidir. Allah Teala'nın osmonlarni, zaminni va insonni yaratganligi. Allah Teala bu ayette osmonlardan iborat üstünki olamni, zaminni va uningdagi narsalardan iborat tuvanki olamni behuda emas, balki haq bilan yaratganligidan xabar berdi. Allah yomonlik qilganlarni qilmishlariga qarab jazolaydi. Yaxshilik qilganlarga chiroyli mukofot berdi. Ondan Allah Teala o'ziga qo'shib ibodat qilingan shiriklardan pokladi. Mahluqotlarni hech shirki yo'q Allah Teala'la yaratgan edi. Shuning uchun u hech narsani shirik keltirmasdan yolg'iz ibodat qilinishga loyiqdir. Ondan Allah Teala insonni ojiz, abi manidan yaratganligini, u inson cho'ng bo'lib o'ziga ega bo'lganda o'zining Rabbiga qarshilik qilib, Rabbini yolg'onga chiqaradiganligini va payg'ambarlarga urush ochadiganligini bayon qildi. Amaliyotda u inson qarshilik qilish uchun emas, balki qulchilik qilishga yaratilgandir. La ilaha illalloh Muhammadar Rasululloh.
Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Allah insonni abi ma'nidan yaratdi. Uni balalar nisbat beriladigan er ve qudu bacılık paydo qiladigan ayoldan iborat ikki xil qilib yaratdi. Rabbing hammaga qodirdir. Ular, ya'ni mushriklar Allah'ni qo'yib, ularga foydami yetkazolmaydigan, ziyonmi yetkazolmaydigan narsalarga cho'qinadi. Kafir Rabbiga osiylik qilish bilan shaytonga yordam berguchidir. İnsan bilmemdi ki biz hakikaten onu abi menidin yarattık. Emdi o Rabbiga aşkara husumetçi bolup kaldı. O bizge insanın qayt terilişini yirak sanap, çirigen so'ngaklarni misal qilib ko'rsatdi. O'zining yaratılganligini bo'lsa unutdi. U chirib ketgan so'ngaklarni kim terildiraydi dedi. Aytqinki, uni eng dastlabki yaratgan zot terildirdi. U her bir mahluqni bilgichidir. İmam Ahmad ve İbn Majah Basir İbn Juhash radıyallahu anhu'nun mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom alqiniga tükürüp durup Allah Teala mundaq deydi: "Ey odam bolasi, meni qandaqmi ojiz hisoblaysan? Men seni mushinchilik narsadan yaratib, bijirim, ravurus odam qildim. 2 tonni kiyib, takabburlik bilan mangding. Takabburligingdan hatta ziminmi aymindi. Takabburligingdan hatta ziminmi ayminidu. Sen mal toplading, sadaqa bermiding. Hatta ki can halqumiga yetganda sadaqa qilaman deding. O vaqtda sadaqa qandaqmi qabul bo'lsin?" dedi. Allah çarvu mallarni sizlarning manfaatlanishinglar uchun yaratdi. Ularning yungi ve terisi bilan issini sizlar. Ularning nasli, süti, so'ngiki ve qig'idan foydalansizlar ve ularning go'shtlarini yeysizlar. Ularni kechda o'tlaqdan qaytirib kelgan ve ettiganda o'tlaqqa ilib chiqqan vaqtinglarda çarvu mallar sizlarga zinnat bo'lib xo'shallik bag'ishlaydi. Ular yük taqinlaringlarni sizlar jafo mushaqqat bilan aron yetib bora oladigan joylarga ko'tirib bordi. Sizlarning Rabbinglar sizlarga haqiqatan shafqatlikdir ve mehribondir. Çarvu mallarning Allah Teala'nın bizga yaratib bergan ne'matlar ekanlik. Allah Teala bu ayette töge, kala ve qo'y qatorliq çarvu mallarni bendilerinin foydalanishi uchun yaratganligini bayon qiladi. Bu vaqtda An'am suresidami 8 xil çarvu malni yaratganligi tafsili bayon qilingan edi. Allah Teala insanların foydalanishi uchun qo'y ve tögünün yunlardan, o'chkining tivit ve jupurlardan kiydigan kiyimlarni, saladigan besatlarni qilib berganligi, insanlarning ichishi uchun çarvu mallarning sutlarini, yeyish uchun qo'zilarni, bo'taloqlarni, o'g'loqlarni qilib berganligini ve şu çarvu mallarning zinnat bo'ladiganligini bayon qiladi. Shuning uchun Allah Teala mundaq deydi: Ularni kechda o'tlaqdan qaytirib kelgan ve ettiganda o'tlaqqa ilib chiqqan vaqtinglarda, ya'ni kechda çarvular o'tlaqdan qaytganda beqinlari chiqib, yilinlari sutga to'liq, lokillari egiz oldi chiroyli bo'lib ko'rinadi. Çarvu mallar sizlarga zinnat bo'lib xo'shallik bag'ishlaydi. Ular yük taqinlaringlarni sizlar jafo mushaqqat bilan aron yetib bora oladigan joylarga ko'tirib bordi. Ya'ni
haj va umra qilishda, jangga chiqqanda, tijoratga manganda va shuningga o'xshash ishlarda o'zinglar yo'tkashga va ko'tarishga ojiz keladigan og'ir yuklaringlarni ularga ortisizlar va ustiga minib hojitinglardan chiqsizlar. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Chorvalarda haqiqatan sizlarga ibrat bor. Ularning qo'sig'idagi narsalar, ya'ni sutlar bilan sizlarni sug'urimiz. Ularda sizlar uchun nurg'un manfaatlar bor. Ularning go'shini yeysizlar. Ular, ya'ni to'ga va o'kizlar bilan quruqlikda kiyimi bilan dengizda yük taşıysizlar. Ular, ya'ni to'ga va o'kizlar bilan quruqlikda kiyimi bilan dengizda yük taşıysizlar. Minishinglar va go'shtlarni yeyishinglar uchun Alloh sizlarga hayvonlarni yaratdi. Ular sizlarga nurg'un foyda keltirdi. Ular minib dilinglarga pukkan hojitinglardan chiqsizlar. Quruqlikda yük taqinlaringlarni ularga ortisizlar. Dengizda kiyimlarga qachilaysizlar. Alloh sizlarga qudratining alomatlarini ko'rsatdi. Sizlar Allohning qudratining qaysi alomatlarini inkor qilasizlar? Alloh taolo bu ne'matlarni sanab bo'lgandan keyin mundaq dedi: Sizlarning Robbinglar sizlarga haqiqatan shafqatlikdir va mehribondir. Ya'ni mushu charomallarni sizlarga ko'ndirib va bo'ysundirib bergan Robbinglar haqiqatan shafqatlik va mehribondir. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: Ular bilmamdiki, ular uchun hayvonlarni qudrat qo'limiz bilan xalq etdik. Ular hayvonlarni boshqarib turg'uchilardir. Hayvonlarni ularga bo'ysundirib berdik. Ular u hayvonlarning ba'zisini minidi, ba'zisini yeydi. Alloh bütün mahluqotlarning turlarini yaratdi. Sizlarga ustiga chiqishinglar uchun kema va minishinglar uchun hayvon qatorliqlarni yaratdi. Ondan sizlar ularning ustiga chiqqanlaringlarda Rabbinglarning ne'matini aslab, bizga buni bo'ysundirib bergan zot pokdir. Biz uningga minishga qodir emas edik. Biz haqiqatan Rabbimizning dargohiga qaytquchilarimiz degaysizlar. İbn Abbas radiyallohu anhuma sizlarning ma'nisi kiyim-kechak hozirlaysizlar, foydalanisizlarning ma'nisi, ya'ni g'izolanisizlar degan bo'ladi dedi. Alloh otni, xechirni va eshakni minishinglar uchun va zinnat uchun yaratdi. Alloh yana sizlar bilmaydigan narsalarni yaratdi. Ot, xechir va eshak qatorliqlar ulug' va buyuk Alloh taolo o'zining bandalariga minishi va zinnatlanish uchun yaratib bergan chorvamallarning yana bir turi bo'lib, Alloh taolo ular bilan insonlarga ihson qilganligini bayon qiladi. Bu hayvonlarni minish va zinnat o'rnida foydalanish maqsadlarining cho'ngidir. İmam Buxoriy va Muslim Jabir ibn Abdullah radiyallohu anhuning Jabir ibn Abdullah radiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom eshakning go'shini yeyishdan to'sdi. Otning go'shini yeyishga ruxsat qildi. İmam Ahmad va Abu Davud Jabir radiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Biz Xaybar kunida ot, xechir va eshaklarni bo'g'izladik. Payg'ambar alayhisalom xechir bilan eshakning go'shini yeyishdan to'sdi, lekin otning go'shini yeyishdan to'smadi. İmam Muslim Abu Bakrning qizi Asma radiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi.
Biz Peygamber aleyhisselamның zamanında bir atını boğuzlab, onun göşünü yedik. Biz şu çağda Medine'de idik. Toğru yol ko'rsatishni Allah öz üstiga algan. Ba'zi yo'llar egri bo'ladi. Mubada Allah xolisi edi, sizlarning hammanglarni albatta to'g'ri yo'lga solgan bo'ladi. Dini yo'llarning bayoni. Allah Taala his qilg'ili bo'ladigan yo'llarda ustiga minib foydalanadigan charuvmallar, ustiga minib mangadigan charuvmallar haqida so'zlash bilan bir vaqtda dinga mansub bo'lgan ma'naviy yo'llar haqida-mu ogohlantirdi. Aşkarı tushunib bilishga bo'ladigan bayondan dinga mansub manfaatlik ma'naviy ishlarga o'tish uslubi Qur'onda ko'p uchraydi. Mushu uslub Allah Taolaning tövendeki oyatlarida-mu ifodalandi. Eng yaxshi zot rahile taqvodorlikdir. Eng yaxshi zot rahile taqvodorlikdir. Ey odam bolalari, sizlarga biz haqiqatan avratinglarni yapadigan libosni va zinnatlanadigan libosni tushirdik. Taqvodorlik libosi eng yaxshidir. Allah Teala bu ayette qo'y, kala, töge ve onundan başka üstüge minip közlegen joylarga yetib bardigan ve ig'ir yük taqinlarini shahardan shaharga, yiroq yurtlarga ve mushaqqatlik safarlarga chiqqanda ortib bardigan hayvonlarni bayon qilib bo'lgandan keyin insonlar mengishga tegishlik yo'lni ve u yo'lning haqiqatga yetkazadiganligini bayon qilishga boshlab mundaq dedi. To'g'ri yo'l ko'rsatishni Allah o'z ustiga olgan. Allah Taala bu vaqtda mundaq degan. Bu mening to'g'ri yo'limdir. Shu yo'lda meninglar. Noto'g'ri yo'llarda mangmanglar. Ular sizlarni Allohning yo'lidan ayirib etadi. Allohning amrini tutib, dovzaxdan saqlanishinglar uchun Allah aytdi. Bu men saqlashga tegishlik to'g'ri yo'ldir. Mücahid Allah Teala'nın to'g'ri yo'l ko'rsatishni Allah o'z ustiga olgan degan oyati to'g'risida mundaq dedi. Haq yo'lni Allah o'z ustiga olgan. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhuning to'g'ri yo'l ko'rsatishni Allah o'z ustiga olgan degan oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah Teala to'g'ri yo'l va gumrohlik yo'lini ochiq bayon qilishni o'z ustiga olgan. Ali ibn Abu Talhamu ibn Abbas radhiyallohu anhudan yuqorqiga o'xshash rivoyat qildi. Qatada va Zahhakmu ibn Abbasga o'xshash dedi. Shuning uchun Allah Taala mundaq deydi. Ba'zi yo'llar egri bo'ladi. Ya'ni haqdan burilib ketgan egri yo'llarmi bor. İbn Abbas radhiyallohu anhu ve başkalar bu ayetning ma'nosi haqida mundaq dedi. Yahudi, Hristiyan ve ateşperestlerinin yollarına o'xshash her xil yollar, fikirler ve havai havas xohishlardir. Ondan Allah Taala ana shularning hammasining o'zining qudrati ve xolishi bilan bo'ladiganligidan xabar berib mundaq dedi. Mubada Allah xolisi edi, sizlarning hammanglarni albatta to'g'ri yo'lga solgan bo'ladi. Allah Teala bu vaqtda mundaq degan. Agar Rabbing xolisa edi, albatta yer yuzidagi kishilarning hammasi iymon etadi. Sen kishilarni musulmon bo'lishga majburlamsan, Rabbing aholisi yaxshi bo'lgan yurtlarni zulm silib halok qilmaydi. Agar Rabbing xolisa edi, bütün odamlarni albatta bir ummat, ya'ni bir dinda qiladi. Ular din to'g'risida davomli ixtilof qilishchilardir. Faqat Rabbingning rahmatiga erishganlar buningdan mustasno. Allah ularni shuning uchun, ya'ni ixtilof uchun yaratdi. Rabbingning men cho'qim bütün jinlar va insonlar bilan dovzaxni to'shqizaman degan so'zi aniq belgilendi.
Allah sizlarga bulutdan yağmur yağdırıp berdi. Onundan işçisiler ve şu yağmur arqılıq ösken del daraxtlar bilan karvonlarni baqsizlar. Allah sizlarga şu yağmur bilan ziraatlarni o'stirib berdi. Zeytun, xorma, üzüm ve türlük meyvelerini o'stirib berdi. Cho'nqur fikir qiladigan qavm uchun buningda haqiqatan Allah'ın kudretini gösterdiğin deliller var. Yağmur ve onun faydalarının Allah Teala'nın kudretini gösterdiğin alametlerden ikenlik. Allah Teala insanlığa çarı mallarını ve ulaqlarını nimet kılıp bergenlikini bayan kılgandan keyin ularını ve ularının çarı mallarını behrimen kılış için üstünki alemden yağmurunu düşürüp bergenlikinden ibaret nimetini bayan kılışka başlap mundaq dedi. Onundan işçisiler, yani o yağmur suyunu tuzluk, açık kılmasdan sizlerinin huzurlanıp içişinler için tatlık kıldı. Ve şu yağmur arqılıq ösken deldaraxtlar bilan çarvanlarını baqsizlar. Yani Allah Teala şu yağmurdan çarvalaringlarni baqadigan deldaraxtlarni o'stirib berdi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Allah sizlarga şu yağmur bilan ziraatlarni o'stirib berdi. Zeytun, xorma, üzüm ve türlük meyvelerini o'stirib berdi. Yani bir xil yağmur suyu bilan zimindan ta'mlari, rangları, puroqlari ve şekillari har xil turda bo'lgan o'simliklarni o'stirib berdi. Şunun için Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Cho'nqur fikir qiladigan qavm uchun buningda haqiqatan Allah'ın kudretini gösterdiğin deliller var. Yani bir Allah Teala'dan başka ilahning yo'qligiga pakit var. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Osmonlarni ve ziminni yaratgan, sizlarga bulutdan yağmur yağdırıp bergan, onun bilan güzel bağlarni yetiştirib bergan kim? O bağlarının daraxtlarını östürüş sizlerinin kolunlardan kelmeydi. Allah'tan başka ilah var mı? Başka ilah yoktur. Ular hakikaten burulup ketken kavimdir. Elhamdülillah. Allah şükürler olsun. Yukarıda Nahl suresi tefsirinden 11. ayetçi anladınlar. Ahirini keyin qatamliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.